Hozir biz esa Inklyuziv media klub a'zolariga murojaat qilsak va ularga bir necha savollarimizni bersak. Talaba sifatida bir kuningiz qanday o'tadi? Talaba sifatida bir kunim, misol uchun darslar ertalab bo'ladigan bo'lsa, shu darslardan bo'sh vaqtimda o'zimning loyiham bor. Shu loyiham ustida ishlayman. Keyin vaqti bilan sport bilan shug'ullanib turaman. Kompyuter savodxonligina qiziqish bor. Uning ustidan ishlarni olib boraman. Institutda siz uchun eng qulay va eng qiyin jihatlar qaysilar? Qiyin jihatga keladigan bo'lsak, shu misol uchun hali biz birinchi kursimiz. O'qishni qiyinchiliklari bor biz bilan. Qiyinchiliklar shularni aytsam bo'ladi. Qulaylik jihatlarini aytsam, misol uchun institut o'zida sport zali mavjud. Sport bilan shug'ullanaman desang yoki kompyuterni o'rganaman desang, IT markazlar tashkil etilgan. Kitobxonliklar bo'yicha kutubxonada misol uchun kitoblar bor. Shularni aytsak bo'ladi. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Kelajakda maqsadlar katta. Tibbiyot sohasidan, undan tashqari maqsadlar bor. Men maqsadni birava aytishni ravo ko'raman, chunki aytsa u ushalmay qolish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Bu narsa o'zini isbotini topgan, shaxsan o'zimda aytganman, shu o'xshamaydi. Chunki bundan buyon asosiy maqsad shu maqsadni birava oshkor etmaslik. Oldimdagi planlarimni. Maqsadga erishgandan keyin natijalarni o'zi gaplaydi, shunda isbotlasak bo'ladi. Atrofdagilarning qo'llab-quvvatlashi siz uchun nimani anglatadi? Atrofdagilarning qo'llab-quvvatlashi bu anglatishga keladigan bo'lsak, bu o'zlarimizga bo'lgan maqsadlarni anglatib beradi ekan. Shu masalan, o'zimning maqsadlarim bor. Shu maqsadimdan birisi eng kattasi qurolli kuchlarni markaziy shifoxonasini ishga kirish. Shu oldimga qo'ygan maqsadlarimni yo'lida bularning ishonchi menga katta rol o'ynab beradi. Ta'lim jarayonida sizga eng ko'p yordam bergan omil nima? Shu o'zimni shu vaqtda olgan bilimlarim va ilmiy amaliy ko'nikmalarim shuna katta yordam berib turibdi. Qaysi yutug'ingiz bilan faxrlanasiz? Eng katta yutuqlarimdan birisi bu. Shu yosh vaqtimda o'zim doktorchilikka qiziqqanman, shu og'amlarim doktor. Shular keyin Urganch davlat tibbiyot institutiga kirishadi. Shu maqsadimga erishdim, Xudoga shukr. Keyin yana katta yutuqlarimdan birisi bu jamoaviy bo'lib o'tadigan Zakovat intellektual o'yinida jamoaviy birinchi o'rinni olganimiz. O'zingizdagi eng kuchli jihat nima deb o'ylaysiz? O'zimdagi eng kuchli 3 ta jihatni aytadigan bo'lsam, birinchisi hamma biladigan murakkab narsalarni sodda qilib tushuntirib berishim. Ikkinchisi sabr. Uchinchisi intizom. Maqsad erish uchun ikkinchi darajali bo'lgan narsalarning hammasini chetga surib, shu maqsad uchun harakat qilaman. Qiyinchiliklarga duch kelganingizda qanday yo'l tutasiz? Qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtimda avvalo vaziyatni xos baholayman, keyin bir nechta rejalarni tuzib, shuni qanday bartaraf qilish haqida bir necha rejalarni tuzib, bosqichma-bosqich harakat qilaman. Keyin bo'lgan bo'lsa, zarur bo'lsa, do'stlarimdan, uydagilardan yordam so'rayman va xatolarimdan albatta saboq olaman. Darsdan tashqari yana qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanib turasiz? Darsdan tashqari odatda shu kursdoshlarim bilan kutubxonaga boraman. Institutning yonida kutubxona bor. Undan tashqari o'qish yo'q bo'lgan bo'lsa, futbol to'garaklarına borib turaman. Boshqa talabalar va jamiyatga qanday xabar yetkazmoqchisiz? Boshqa talabalar va jamiyatga shuni yetkazmoqchimanki, ilm olishga befarq bo'lmaslik, maqsadlari sari qiyinchiliklarga qaramasdan qat'iy intilish, imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish. Nogironligi bo'lgan yoshlar uchun nimani o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun eng avvalo jamiyatdagi fikrlarni o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Ulardan eng asosiysi ta'limda va ish jarayonlarida ularni nogironligi bo'lmagan va nogironligi bo'lganlar bilan teng huquqda ko'rish, muomala madaniyati ham bir xilda bo'lishi kerakligi bu eng asosiysi. Bunga namuna sifatida masalan, qaysidir nogironligi bo'lgan shaxs shifokor bo'lmoqchi bo'lsa, bunga noto'g'ri talqinda qarashlari mumkin. Lekin shuni unutmaslik kerakki, nogironligi bo'lgan shaxs nogironligi bo'lmaganga qaraganda yaxshiroq doktor bo'lishi mumkin. Eng asosiysi uni doktor bo'lishini tanlashining sabab balki o'zini nogironligiga sabab bo'lgan tashxislarni yo'qotish uchun ham u shifokor bo'lishi mumkin. Bir odam o'zini o'zi davolashi boshqalarni davolashdan ko'ra ancha muhim hisoblanadi. Boshqalarga bir gap bilan murojaatingiz? Boshqalarga bir gap bilan murojaatim muomala, fikrlasha bog'liq.
Sababi muomala insonni fikrlash darajasidan kelib chiqqan holatda ro'y beradigan jarayon hisoblanadi. Savollarga javob berganingiz uchun sizga katta rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilayman. Rahmat.